Kaktusim 3-qism. Muallif Gulinur. Azizlarim, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Mana xona ixtiyoringizda, farishtalar. deya Nigora chiqib ketayotganda Shohrux to'xtatib qoldi. Sen o'zing kimsan? O'zing farishtamisan? Menga bir narsa juda qiziqda. So'rasam aytasanmi? Shohrux Nigorani yonginasiga kelib turib oldi. Oralik 40 santimetr. So'rang. Yaxshi, nega qizarib ketding? Yoki qo'rqyapsanmi? Qo'rqmayapman. Iloji bo'lsa sal uzoqroq turing. Qiz yuzini yonga burib oldi. Xohlasam bundan ham yaqin turishim mumkin. Senga savolim. Nega to'yga rozi bo'lding? Nega menga opang emas sen turmushga chiqding? Avval opani to'yi bo'lmasmidi? Yoki aybingni yashirish uchun, nomingni oqlash uchun mendan foydalanmoqchi bo'ldingmi? Senda bir gap bordirki, aynan seni tanlashgan. Yaxshi, savollaringizga hammasiga javob beraman. To'yga rozilik berishim sababi dadam shuni xohladi. Qanaqadir bitim sababli. To'ysiz bitim bo'ladi deyilganda, sizni dadajoningiz ukamni o'g'irlab ketdi. To'y bo'lishini xohladi. Shunga majbur bo'ldim. Qiz yigitni reaksiyasini kuzatdi. Menimcha u nimadandir bexabar. Sizga opamdan bera olmasdik. Oilamizni bir bog' desak, opam u yerdagi eng nozik gul. Sizlarni muhitda u so'lib qolardi. Hech qanday aybim yo'q, Alloh guvoh, pokman. Sizdan foydalanishga kelsak, bunga muhtoj emasman. Qizni o'ziga ishonchi yigitni hayratga sabab bo'layotgandi. Haya, senda bir gap bor degan joyiga menda ko'p gap bor. Men siz o'ylaganchalik ojiz emasman. Mana shu sabab aynan meni tanlashgan. Qiz yigitni ko'zlariga tik boqib javob berdi. Ruxsatingiz bilan. Qiz endi chiqib ketayotgandi. Yigit qo'llaridan tutib o'ziga qaratdi va yana savol berdi. Xo'sh opang, bog'ingizni eng nozik guli bo'lsa, sen qanaqa gulsan? Men kaktusiman. Yigit kulib yubordi. Nima, boshqa gul yo'qmi sen bechoraga? deb mazaq qilayotgandek gapirdi. Bor, judayam ko'p. Lekin meni xarakterim bilan kaktus o'xshash. Ya'ni kaktus o'zini himoya qila oladi. Boshqa gullarga o'xshab, biron kim teginsa osongina yaproqlarini to'kib yubormaydi. Endi tushundingizmi, nega aynan meni tanlashganini? Ukamni qutqarib olay. Shu shartnoma tugasin, ketaman. Sizga olib turganim ham yo'q, men ham. O'zini kimman deb o'ylayapti bu qiz? Shoh, meni esingdan chiqarib qo'ydingmi? Nimalarni o'ylayapsan? Elmira yana yigitni bo'yniga osilib, gapirishda davom etdi. Jonim, meni sog'indingmi o'zi? Albatta, seni sog'inmay bo'ladimi? Hech unaqaga o'xshamayapti-da. Nega bunday deyapsan? Hayolik xotiningdami? Ketgandan beri boshqachasan. Meni erkalashingni sog'indim axir. Nega xayolim unda bo'ladi, sen turganda? Eshikni qulflab kelay, deb Elmira o'rnidan turib, eshikni qulfladi. Ular yana gunohni boshladi. Oradan 15 daqiqa o'tib, ularning ehtirosini eshik taqillashi buzdi. Bu aniq xotining. Shoh biron nimani bahona qilib romantikamizni buzmoqchi. Kim? Shohrux asabiy javob berdi. Xo'jayin, men Ahadman. Ahad bu qo'riqchilardan biri. Sardorbek tel qilgandi. Sizni so'rayapti.
Jenursin Sardor bilan uchrashish kerakligi esiga tushib, kiyimlarini to'g'rilab xonadan chiqib ketdi. Kabinetida unutib qoldirgan telini olib, bir necha marotaba qilingan qo'ng'iroq va SMS'larni ko'rib, so'kinib uydan chiqib ketdi. Xo'jayin mana bu shartnoma hujjatlari bir haftadan keyin hamkorlar bilan uchrashuv bo'ladi. Qanchada qaytasan? Qancha ishim tez bitsa, shuncha tez qaytaman. O'tgan safargidek 2 oy yo'q bo'lib ketmagin yana. Yo'g'e, 1 oyga qolmay qaytishga harakat qilaman. Mayli, yaxshi, yetib ol. Qo'ng'iroqlashamiz. Rahmat, ko'rishguncha xo'jayin. Shohrux hujjatlarni olib uyga qaytdi. Uni oshxonadan kelayotgan ovozlar diqqatini tortdi. Opa, bu Elmira degani xo'jayinni boshiga chiqib olgan. Nimasini yoqtiradi shuni? Yasama chiroy. Yuvingandan keyin ko'rganmikan uni xo'jayin? Nima dedingiz? Kuldirma-ye, u Shohruxni boshiga chiqa olmaydi. Shohrux bunga yo'l qo'ymaydi. Go'zalni boshiga chiqib oldi degan gapi Shohruxni jahlini chiqargandi. Lekin Nigorani gaplarini eshitib to'xtadi. Opa, u o'shani deb sizni urdi. Jahlingiz chiqmadimi? Chiqdi albatta. Hali meni qanday xarakterga ega ekanimni endi ko'rasizlar. Endi haqiqiy Nigorani ko'rasizlar. Opa, meni qo'rqityapsiz. Xo'jayinni vahshiyligi yetardi o'zi. Uni nega vahshiy deysan? Senga nima vahshiylik qildi? Men bexabar-a? Opa, xarakterini nazarda tutdim. Nega doim yomonlasam tarafini olasiz xo'jayinni? Men tarafini olmadim. Men haqiqatni aytyapman. U vahshiy emas, o'ylab gapir. Xo'p opa, baribir sizga tushunmayman. Xo'jayin bilan urushasiz, lekin hech kimga yomonlagani qo'ymaysiz. Men bilan urushdi degani yomonlashinglar mumkin degani emas. U ham inson. Unda ham yurak bor. Xo'p opa, gapirmadim. Kechki ovqatni xonangizda yeysizmi? Nega ekan? Elmira bilan xo'jayinni ko'rib ezilmaysizmi? Axir eringiz bu og'ir botmaydimi sizga? Yo'q, buni menga ahamiyati yo'q. Yana men o'sha Elmiranga bosh egadiganlardan emasman. Mayli, men xonamda bo'laman. Chaqirarsan. Qiziq, bu qizga hech tushunmayman. Meni yonimni olyaptimi hozir? Yonimda o'ldirishga tayyor-ku. Yigit shularni o'ylab yuqoriga chiqib ketdi. Shoh, nega shoshilib ketib qolding? Muhim uchrashuvim bor edi. Seni ko'rib esimdan ham chiqib ketibdi. Jonim, sog'indim seni. Qiz yana suykala boshladi. Shu payt eshik taqillab, go'zal, xo'jayin kechki ovqat 20 daqiqada tayyor bo'ladi, dedi. Xo'p, tushamiz. Elmira yur, kechlik qilamiz. Seni sog'ingandim men. Arazlamagin. Ishlarim ko'p edi-da, jonim. Xo'p, Elmira ensasini qotirib, nima, xotining bilan birga o'tiramizmi? Ha, shunday qilamiz. Nega so'rayapsan? Men u bilan o'tirgim yo'q-da, jonim. U bilan o'tirsen, o'lib qolmaysan. Yur pastga. Uf, mayli yur. Ular hammasi o'tirib kechlik qilishdi. Nigora ularga e'tibor ham bermadi. Sevishganlar esa bir-biriga suykalish bilan ovora. Faqat Shohrux ora-orada Nigoraga qarab qo'yardi. Nigorani be'tiborligidan qandaydir hisni tuyardi-yu, bu tuyg'u nima ekanini bilmasdi. Hammasi taomlanib bo'lib chiqib ketarkan, "Shoh, sevgilim, bugun shu yerda qolamanmi?" "Ha, jonim, men bilan qolasan."
Men xonamizda bo'laman. Seni intizorlik bilan kutaman. Hozir chiqaman, tayyorlanib tur. Xo'p jonim. Noz kirashma qilib chiqib ketdi. U bugun men bilan qoladi. Nigorani ustidan kulgandek gapirdi. Menga nima so'radimmi men? Beparvolarcha chiqib ketdi. Shohruh uning beparvoligidan negadir jahli chiqib, u ham xonasiga chiqib ketdi. Erta tong Shohruh uyg'onib, yonida yotgan suyuklisi ma'shuqasiga qarab, yuvinishga kirib ketdi. Yuvinib chiqib, Elmirani uyg'otib, o'zi pastga tushib ketdi. Oshxonada Go'zal bor edi. Assalomu alaykum xo'jayin. Xayrli tong. Va alaykum assalom, xayrli bo'lsin. Xo'jayin, nonushta tayyor mana. Elmira xonimga ham tayyorlab qo'ydim. O'qishimga tayyorlansam maylimi? Zo'rg'a so'ragandi, yig'lagudek bo'lib. Albatta, tayyorlanaver. Faqat nega nonushta 2 kishilik? Siz bilan Elmira xonimga, Nigoragachi. Nigora opam nonuštani qilib bo'lganlar. Qachon? Ancha bo'ldi. Namuncha erta. Bugun ishlari ko'p ekan. Hozir kiyingani kirib ketdi, menimcha. Qanaqa ish? Buni bilmadim, janob. Go'zal bilsa ham ortiqcha gapirgisi kelmadi va o'qishga tayyorlanishini aytib chiqib ketdi. Shu paytda Elmira ham oshxonaga kirib keldi. Xayrli tong jonim. Xayrli bo'lsin. Shohruhning xayoli Nigorada edi. Bu qiz nima qilmoqchi? Qanaqa ish yana? Qayerga bormoqchi? Nimalarni o'ylayapsan, Shoh? Kompaniya ishlarinda jonim. Shohruh to'g'risini aytishni xohlamadi. Aslida uni xayoli Nigorada edi. Shu payt uni ovozini eshitdi. Go'zal, men ketayapman. Tayyor bo'lsang yur, tashlab qo'yaman. Tayyorman apa, faqat xo'jayin nonushta qilib bo'lsa, yig'ishtirib keyin ketaman. Yaxshi, men ketdim bo'lmasa. Qayerga ketyapsan? Kimdan so'rading? Ateliga ketyapman. Kimdandir so'rashga majbur emasman. O'zingdan ketma, men seni eringman. Soxta erim. Nima bo'lsa ham eringman. Xo'jayinchilikni menga emas, oshxonadagi behayoingizga qilasiz. O, kim behayo? Uni haqorat qilganingni qaytib eshitmay tushundingmi? Yigit qizni qo'lini juda ham qattiq siqib turardi. Ha nima, erkakni uyda qolgan ayolni boshqa nima deyish mumkin? U men xohlaganim uchun qoldi. Nima rashk qildingmi deyman? Alamdan uxlamagandirsan-a? Nima? Men rashk qilibmanmi? Sizni nimangizni rashk qilaman? Uxlashimga kelsak, yotoqda mazza qilib uxladim. Kresloda yotaverib, shirin uyquni esimdan chiqargan ekanman. Mayli, men ketdim. Shohruh qizni bilagidan ushlab qoldi. Qachon qaytasan? Qo'limni qo'yib yuboring. Qachon qaytasan dedim. Bir og'iz so'rab o'zing qaror qabul qilibsanmi? Ishlarimni bitirib qaytaman. To'ydan oldin dadangiz 10 kun o'tib ishga chiqishimga rozi bo'lgan. Bu ham nikoh shartnomalaridan biri. Men 2 haftadan oshiq ishga chiqmadim. Endi esa tinch qo'ying meni. Meni nikohimda ekansan, senga tinchlik yo'q. Tushundingmi? Endi nega buncha yasanib olding? Sizgami? Ortiqcha yasanganim yo'q. Oyim chezga o'xshab chipaqlovka tortmadim. Tushunarlimi? Qo'lini siltab chiqarishga urindi, ammo foydasi yo'q. Ha. Nima deding? Qanaqa chipaqlovka yana? 80 kilo bo'yoq surgandan keyin nima deygani? Ha. Men kulgudan o'zimni tiyolmayapman. Antika gaplarni gapiryapsan-a? Nega kulasiz? Maymun o'ynatyapmanmi? Ensasini qotirib,
Yuzini yuvganda ko'rganmisiz o'zingni? Ko'rmagan ekanman. Kuldirmagin. O'zingiz kulayapsiz. Men nima dedim? Yigit qizni chirog'iga termilib qoldi. Haqiqatdayam oddiy pardoz. Bu oldin ham shunaqa go'zalmidi? Ko'zlari chaqnab turadi-ya.